Kollagen mahsulotlarimiz ham keldi. Kollagen mahsulotlarimiz bu organizm uchun juda ham foydali, tabiiy oqsil hisoblanadi. Organizmga doim tabiiy oqsil kerak. Sababi, agar oqsil yetishmovchilik yuzaga kelsa, ya'ni kollagen yetishmovchiligi yuzaga kelsa, organizmda qarish jarayonlari tezlashadi. Sochlar to'kilishi, terining elastligi yo'qolishi, ajinlar paydo bo'lishi, suyakda bo'g'im og'riqlari, suyak yemilish holatlari yuzaga keladi. Aynan kollagen mahsulotimiz qarish jarayonlarini sekinlashtirishga, terining elastligini oshirishga, ajinlarni tekislab berishga, soch to'kilishlarini kamaytirishga va bo'g'im og'riqlariga qarshi kurashib beradi. Buni o'zini kursi bor. Agar birinchi oy ichsanglar, teriga zo'r ta'sir qilib, terining elastligini oshiradi. Ikkinchi oy sochga, tirnoqlarning mustahkamligini oshiradi, soch to'kilishlarini kamaytiradi. Uchinchisi suyakkacha yetib borib, ilik-iligigacha yetib borib, suyaklarni oziqlantiradi. Yoshi o'tgandan keyin bo'g'im